Ve to'xtang do'stim. O'zbekistonda yangi oilaviy biznes bor. Oqqan ishlab chiqarish apparatlari sotiladi. Xohlagan yerlarga, O'zbekistonning xohlagan yerlariga xotirjam, bemalol behijolat dastavkalari bor. Naqdga, plastikka, pirsliniga savdo qilamiz. Bu yangi versiyasini mana bu gibrid degan ham to'plam ishlaydi, ham ushlanib ishlaydi. Xorazmga Gurlanka ketyapti. Bu akam 380 ga qilib bering deyapti. Mana 380 ga moslashtirib qo'yapmiz mana. Va drabikalarimiz bor. Mana 2-3 ming obrot motorlarimiz. Mana 80 metr qalatini mana mishalkani oldi. Akalar, O'rta Osiyoning xohlagan yerlariga, Qirg'iziston, Qozog'iston, Tojikiston, Turkmanistonga, Turkiyaga xohlagan shaharlarga kelishilgan holatda dastavkalarimiz bor. Kimga shunaqa oilaviy, yangi oilaviy biznes ishlayman degan insonlarga do'stlar sekin yuborib qo'yasizlar. Negativlar, har xil fikr, muomala, so'z bo'lmasin. Bu harakat qilsa biznes pul topadi. Harakat qilmasa pul topolmaydi. Akalar, yaxshi kunda ko'rishguncha, men Andijondan Nodirbek Hakimov. Mana yukladik, ketyapmiz aka mana. Hozir 380 ga yurgizib ko'rdik aka mana. Mana aka. Ketyapmiz. Ko'ra oling aka mana. Mana narsalar aka, suradigan, turadigan bolobotlar mana qopqolar aka mana. Kimga shunaqa stanolar kerak bo'lsa, bor aka, xudo xolasa reklamamizdagi nomerlarimizni yozib qo'yganmiz. Kerimboy Mana tashab qo'ydik. Aka mana stanov tashab qo'ydik, salomat aka. Amakim mana qabul qilib oldi mana. Mana. Kimga shunaqa stanolar kerak bo'lsa, bor dastavkalari bilan xohlagan yerlarga O'zbekiston mana bo'ldi akalar. Yaxshi kunda ko'rishguncha.